17-may kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar mol bozoriga kelganmiz. Hafta kuni yakshanba. Aka-ukalar bozor tagida baraka bo'lgan mollar narxini bilamiz. Amakijon buni pulini ayting. 26 million so'm qayerdilar? 100 kam. O 200 kam. Ana shu to'liq ma'lumot beringlar aka, xalq haqiqatni bilsin. Barakasini bersin. Jiyan necha pul bo'lgan bu? Balasqan. Ustini ishda. Balacha ho'kizcha 33 million so'm. Aka ustini ishlayga 7-8 ta suti ham bor ekan. Bir qanaqadir Golishtin gibrid bo'lishi kerak. Hafta kuni yakshanbaligini aytdim, Chistoni aytdim, Kattaqo'rg'on, Samarqand mol bozorini aytdim. Necha pul bo'ldi? 12. Qimmat jiyanlab ketdi men. 12 million so'm bordi. Kichkina o'rozuncha. Aka-ukalar bozor tagidan bo'lib turgan. Baraka bo'lgan mollar narxini bilish harakat qilamiz. Aka bu necha pul bo'lgan? 17 400. 17 400. Bu necha pul bo'lgan? 26,5 katta olganlar. Bu necha pul bo'lgan maydacha? 14 bu bo'lgan, 26,5 bu bo'lgan. Aka bular bir joygami? Bir joygami? Sotildi. Necha pulga? Necha pul? 54,5. Urg'ochimi? O'chqorku, Uchiqorlar 54,5 dan. 54,5 dan bir joyga. Jivoyvaz quyusi necha pul aylanyapti? Boqmadi bular? O'lchagamiz. Boqmadi bular? Barakasini bersin. Pulini ayting. Bu xulosalar necha puldan bo'lgan? 17 dan doğurdu jiyan. Hanım çöpülmez. Qaraydi, qizarchalar kelyapti yosh. Aka buni pul necha puldan bo'lgan? Bu sizdan emasmi? Necha pul oldingiz? 10 million so'm. Real narx, xonojincha. Bu necha pul bo'ladi aka? 14,5. Aka pulini ayting. 23. 23. Bu necha pul bo'lgan? Hali chiqib ketdingmi? Pulini ayting-da bularni. Akajon bular necha puldan bo'lgan? Qo'ching. Puli qanday akajon? Qaytib ketyapti. Singiz mol qaytib ketyapti. Pulini bilasizmi uni? Pulini bilasizmi? Qiroltini ikkitasi mana 25 dan. Aka bu qo'zichalar necha puldan bo'lgan? 9,5 to'rttasi bir joyga. Aka bular necha puldan bo'lgan bu akajon? 4 million. Birinchisi. 44 bo'lgan. Birinchisi 44 buchi. 33. Uchinchi olti. Uchalasi 10 million bo'lgan. Mana. Aniq narxlarni bilib beryapmiz. 24. Mana 20. Urg'ochimi? Urg'ochi, qo'zicha 24. Necha puldan bo'lgan bular aka? 11. Uchta bir joyga 11 million. Bu necha pul bo'ldi? Qancha bo'ldi? Samchori. Aka buni tuxmakisini ayting. Ha? Puli qanday bo'lgan? 12 million 500. 16-chami? 12 million 500. Bo'ladi. Lekin sal qimmatroq deb tuyuldi menga, ukalar. Olgan odamga qimmat deyolmaysiz. 11 dan bo'ldi. Kamar qilibsiz ha? Ha, deydilar akam xursand, 11 dan olib ketyaptilar. 1,5 dan bo'ldi, 23 bo'ldi. Qayerga olib ketyapsizlar? Ha? Juma bozorga. Jumaga ketadi. Aka buni pulini ayting singizda. 21 do'rdilarmi? 21 do'rdi. Puli qanday bo'lgan? Necha pul? 19 million, 19 500. Sigir 19 500 bo'lgan. Aka buni pulini bilasizmi? Pulini? Necha pul? Bo'g'oz emasmi? 26,5 2 oylik bo'g'oz. Ustini ishlash turishgan. Yo'q. Usti yo'q dedilar.
Aka bu pulini bilasizmi? 20 milyon 500 ming. Balasizmi? Ustiga yo'qmi? 20 million 500 ga xarid qildi. Usti bo'lsa bozmon ekan. Ittifoqli ma'lumotlarni to'liq so'rolmadim. Qo'laylik ish bo'l. Qochirmayman. 18 million so'm bo'ldi. Bozmi? Yo'q, sir. Nima qimmat? Semizda 200 kg go'shi bor dedik. Yemaydi. 18 dedilar. Bir tuqqan. Pulini bilmaysizmi? Aka buni ish uribdi qo'nochi. Pulini bilmayman. Shopirlar mashin molni olib chiqadi. Ha, o'zim ham molni shopirga berib yuboraman da ishlarni bitirib keyin syomkaga chiqaman. Pulini bilmaysizmi? Ish bilan qaytdi aka bu. Ish bilan qaytdi. Pulini bilmaysanmi-chi? Bilaman. Ish pul. Kamal qilsalar, ustini ishda. Pulini biladi, 17,5, ustini bilmaydi. Har bir 5-6 ta berar. Bozon bo'lish kerak ana shu mol. Ular bozchida taniyman o'zim. Arzonchi akam nech pulga ketdi bu? 24. 24 ga olibdilar. Go'sht yo'nalishiga menimcha. Suyali mol edi. Bilasizmi? Ha? Pulini 18 da. 18 ga bermadilar. Buni pulini ayting. 1 milyon 200 ming. 4 million 200 ming. Arab qo'chqorchi. Bilasizmi? Nech pul? 40 million olib. Bilasizmi? Arkasiga kiryapti. To'xtang, aka pulini bilmaysizmi? 15 ta qaytdi. Nima qaytardingiz? 15 yaxshi bo'libdi-ku. Bu ish bo'lgan aka. 26 milyon. 26 300. Yo'q, voy ummat, billat. Xudo asrab alayim, bak. Chekka o'tinglar shu. Pulini bilasizmi? Pulini. 24 million. Barakasini bersin deymiz. Pulini bilasizmi buni do'stim? 30,5 bo'ldi. Ikkitasimi? Ikkita. Ikki ana shu 30 million 500 ming so'm bo'pti. 30,5. Ikkovimi? Ha. Zoncha akalarimiz. 18,5 bo'lgan 315 kilo kelgan. Ro'zin ish bo'ldi. Qaytdi. Mana shu. Aka sog'. Aka nechta bo'lgan bular? 20. 27. Mana uni 24 dedilar, eshitib qoldim. Instagram yolonmadim-da. Instagramga yo'q bizning profil. Nima? Sam chorva. Aka pulini bilmaysizmi? Pulini? 63 mingdan tarozi. Buni ish bo'lgan ekan. 41 million. 41 ustini ishda aka. 10 ta usti balachiq o'kischa 41 million deyaptilar. Anguski hibridmi deyman-da? Chachishma. Puli qanday akajon buni? 23. 23. Mana Messi o'kischalar 23 million. Shavraga. Toycha yosh. Buni ish bo'lgan toycha. Aytishga anonsi yo'q ekan. Buni ish bo'lgan aka? 22. 22. Ala. Onojin ekan bu. Ichkariga kirib oling, narxlarga ham to'g'ri yoritamiz. Pulini bilasizmi? Pulini ish bil. Mana ekan. Arzonchi ekan, bozor qanday bo'ldi? Yaxshi. Bozor holati qanaqa? Yaxshi. Arzon qimmat. Sotganda ham, qolganda ham bo'ladi o'rtacha. Barakasi bersin. Ismi? Nech pul bo'ldi? 14. Nima deysiz? 30 ta kerak emas molchi. Pulini ayting-da aka. 16 milyon bo'ldi, bilasizki. 16 million so'm. Bizlar uchun qayerga ketyapti u kishi? Ish bo'lganmi semizchi? Mana arkasi kelyapti. Egasi, haylo. Bu kapishon. Nech pul bo'ldi? 18,5 million. Go'shtkami bu? Bozmasmi? Arzonchi aka nech pul bo'ldi? 200 ming. To'xtang, bu YouTube videoda Instagramga olib qo'yasiz.
Nechi pul bo'lgan bular? 13,5. To'xta puli qanday bo'lgan? 12 million 300 ming. Bu necha oylik? 3 oylik bo'z 22 million 8 ta suti ham bor dedilar. Arzoncha aka mana shu nechi pul qayerdasiz? Qaytdi 22 da. Beravermabsiz 22. Necha oylik? 5 oylik bo'z 22 ga bermadilar. Aka 20 lik karakarasiz kelmaydimi? Qoldirib keting. Bir 2 million topib beringlar qo'lingizdan olib. 22 ga bermay bu chiqdi. Arzaki. 22 ham. Nomer ayting qani tavakkali. 94lik. Aha. 416 76 25. 76 25. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqarsizlar. 5 oylik. Pulini bilaylik. Pulini bilaylik. 23 dollarlar. Jiyancham nechi pul bo'ldi bu aka? 28 o'rlik. Assalomu alaykum. Barakasini bersin. Qo'chqorlar nechi puldan bo'libdi ekan? Aka bular qancha bo'ldi? Aka qo'chqorlar nechi puldan bo'lgan? 7 milliondan bir joyga. Yo'q, mana 7 million, ana 6 million, mana 6 million. Mana shu 6 lik kamarmi deymanda. Birinchilik. Ana shu yengil ekan bu. Ehtiyot bo'lamiz. Ana shu 6 million bu. Bo'ldimi? Aka ana shu nechi kilo keladi? Bir joyga urg'ovchi bular. Bir joyga ana shu qo'lga 4 millionsin. Bu ana oldi hajat tutmoqda. Aka bular pulini bilmaysizlar. Nechi pul bo'lgan? Nechi pul bo'lishi? 4 million 800 ming. 4 million 800 ming so'm. Qurolliqni zo'r qo'ychi ekan shu. Bu nechi pul bo'lgan aka? Qaytdi.